Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Samarqand viloyati Pastdarg'om tumaniga avtomatik rolstarni temir stalniga hamda yoniga kaltkas bilan birgalikda o'rnatib berganmiz. Darvozamiz bo'yi 380 ga, eni to'g'ri 40 bo'lgan. Avtomatikamiz bo'yi 380, eniga 340 bo'lgan. Xo'p, ish jarayonimizni batafsil tushuntirib o'tamiz. Katta radio blok, svet bo'lmaganda urushgan holati. Joyimiz paxsa devor bo'lganligi uchun biz o'ng profil o'rnatib berganmiz. To'liq uslubda. Qurilish tugallamagan uchastka bu yer. Mana orqasidan ko'rinishi. Ishimiz o'ziga xos uslubda chiqqan. Komplektimizda ikkita pulti bo'ladi. Katta radio blok. Ish jarayonimiz bitta. Akamizga pultini topshirish jarayonidamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Darvozangiz bitta. Mana aka, pultini sizga topshiramiz. İjtimoiy tarmoqda